Leksiyat davamlaştırımız vatandaş bugün Çislak 2022 yıl 2 ayının 20. günü. Endeki mavzumunda Rusya ve Ukrayna toqunuşuda Jungo qaysi tarafni qo'llaydi? Minister Wang Yi cevap verdi. Mavzulu xabar 2 ayının 19. günü Venvitor biti ilan qilindi xabar. Bunday başladı. Rusya ve Ukrayna toqunuşu ciddileşti. Amerika ve Avrupa İttifakı işbahı bildirip Ukrayna'nı qo'llaydiganligini bildirdi. Lekin Jungo bu meselede jim turib oldi. Bu to'g'rida ham Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi 58. navbatlik Myunxen Yevropa bexatarlik yig'inida Leniyelik yig'inga qatnashish mezgilida yig'inga qatnashib bunday ko'rsatdi. Har qaysi davlatlarning zimin butunligi hurmatga qo'g'dashga erishishi kerak. Bu Jungo'nun izchil meydanıdır. Ukrayna meselesi de hazır. Tizlik bile yeni meniski kelişimi noktası qaytib kelish kerak. Bu buyruq şekilde ki Wang Yi efendinin sözleri. Wang Yi mundaq dedi. Soğuk münasebetler uruşu ahırlaştı. NATO aynı çağda soğuk münasebetler uruşunun hasilatı bulup oturga çıkan. Hem de vaziyetke karşı ve zörür tertip sellenişi lazım. Hem de vaziyetke qarab ve zörür tertipki sellenişi lazım. Eğer NATO şarkı kengiydigan bolsa, Avrupa'nın muqimligini qo'g'dashga foydaliq bo'lamdi yo'q. Bu Avrupalik do'stlar astoydil o'ylashadigan masala. Bu yerda minister Wang Yi Rossiyaning tarafini ilib fikr qilyapti. Shundaqmi? NATO'nun şarkı kengayişi qarıştırmız davadı. Bunu Avrupalıklar özürü belgilişi kerak davatıdır. Oylaşıdığan mesele minister Wang Yi mundaq ta'kidladi. Her qaysi ellerine ilgilik huquqi, mustaqilligi, zimin butunligi, hurmatga qo'g'dashga erishish lazım. Jungo bu xalqaro munosabatlarning negizli prinsipidir. Agar kimdir birisi bu meselede Jungoning pozitsiyasini gumonlanadigan bo'lsa, yomon g'araz bilan Jungoning maydonni burmalagan bo'ladi deb qaraydi. Avrupa bexatarlik yig'ini zimin butunligi, territoriya butunligi to'g'risidagi yig'inmi emas bu tarafı man qarang'i vatandosh. Lekin vaziyat hazır to'qinish Ukrayna Rossiya to'qinishi boshda to'q chiqdi, minomit keldi Palamstan deganlarni deb bo'ldik. Shundaq bir vaziyatda Wang Yi'ning Yevropa bexatarlik yig'iniga qatnashib zimin va territoriya butunligi to'g'risi so'z qilganligi balki uchun to'g'ridir, balki hozirgi nozik vaziyatda shundaq degandir. Minister Wang Yi bunday ko'rsatdi. Rusya Avrupa İttifakı tarafı meniski kelişimini qo'llaydi. Buningdan sal burun Amerika'nın davlat ishlar kotibi Antony Blinken bilan telefonda so'zlashgan edim. Amerika ham meniski kelishimini qo'llaydi. Garchi shunday ekan, hamma taraf birlikda o'ltirib bu ishni muhokama qilib, Nimishqi kelishimni ijro qiladigan yo'l xaritasi vaqt jadvali tuzmaydi. Navbat har qaysi tarafga kerak bo'lgan vaqt, mas'uliyat va tirishchanlikda hargiz jiddiylik emas. Parokandichilik va urushni ko'ptirish emas. Ukrayna masalasini hal qilishning manzarasi to'g'risida minister Wang Yi bunday ko'rsatdi. Ukrayna g'arb bilan sharqning kovrikiga aylanishi lozim. Çoğun davlatlar o'rtasida yuz beradigan qarshilashning oldingi sepiga aylanmasligi lozim. Yevropa bexatarligi yig'inida har qaysi taraflar o'zlarining ko'ngil bo'ladigan taraflarni o'rtaga qo'yishdi. Buning ichidagi Rossiyaning muvofiq talablari hurmat va e'tiborga elinish lozim. Demak, qanday so'zsiz hozir bu so'zlagan sizda Jungoning ministri Wang Yi Yevropa
bexatarlik yig'ini qatnashib Rossiya taraf turib so'zlashibdi. Mana shundaq, ana tövanda bir